Tanamdagi ortiqcha 4 kilodan voz kechish uchun bir kun ichida nimalar yeyman? To'g'ri ovqatlanishga kirishdan oldin vaznim 54 kilo edi, maqsad esa 4 kilo yo'qotish. Shuni inobatga olgan holda Oxford menga 5 mahallik kunlik ratsion tayyorlab bergan 1200 kilokaloriya. Deyarli 5 kundan beri Oxford menga jo'natgan ovqatlar bilan yashayapman, lekin 5 kunlik natija uyam natija. Vaznim 54 dan 52 ga tushdi, ishonasizlarmi? Chunki har bitta iste'mol qilgan narsamiz butun tana faoliyatiga ta'sir qiladi. Farzand bilan ovqat tayyorlashga vaqt sarflamaslik uchun Oxford o'z ishining professionallariga murojaat qilishga qaror qildim. Maqsadimga mos 14 kunlik ratsion tuzib berishdi. Bilasizmi, hozir atigi 5-kun bo'lsa, tarozda esa deyarli 2 kilo kamaydi. Albatta, bu 14 kunlik yo'lni hali boshlanishi. Oxirida natijam qanday bo'lishini o'zim ham juda qiziqib ketyapman. Lekin hozirning o'zidayoq ayta olaman, taomlari juda mazali. Hammasi tayyor, kaloriyasini hisoblash uchun bosh qotirmayman. Narxlari esa shunaqa yoqimli. Har kunlik uyingizgacha yetkazib berish mutlaqo bepul. Ustiga ustak hozir esa 10% gacha chegirmalar bo'lyapti. Menga o'xshab bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agar natija sizga ham qiziq bo'lsa, qiziq so'zini izohlarda yozib keting. 14-kungacha natijalar bilan bo'lishib boraman. Va albatta yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni unutmang.